ko'z bilan ko'rish mumkin bo'lmagan, faqatgina yurakdan his etish mumkin bo'lgan ajib tuyg'ular og'ushidami? Qo'llarimni ko'kka cho'zgancha muazzam bir kuyni ijro etish ishtiyoqi vujudimni chulg'ab olmoqda. Ana shunda yorug' dunyoning bor go'zalligini, turfa ranglarini qalbim bilan ko'ra boshlayman. Barq urib ochilgan gullar, yashil maysalar, osmonda suzib yurgan oppoq bulutlar, viqorli tog'larga hayrat bilan tikilaman. Men taqdirimdan nolimayman. Faqatgina ba'zida nimadir menga yetishmayotgandek tuyuladi. Men odamlarni ularning ovozi, nafasi, qadam tovushlari yordamida ajratishni o'rganganman. Qushlarning chug'uri, suvning sharqirab oqishi, gullarning turfa ifori yordamida borliqni tasavvur qilaman. Ba'zan yuzlarimni ushlab ko'raman. Ammo negadir o'zimning shakl shamoyilimni sira tasavvur qila olmayman. Go'yoki o'zimni o'zim yo'qotib qo'ygandekman. Bir umr o'zimni, o'zligimni izlab yashayotganga o'xshayman.